Otladın mı? Yaxşı mı? Yaxşı mı? Yo'qolib ketding go. Ha, bir xo'sh xabarni anglayman qaras. Ha, tag'am deganda seni bir qiz bilan tepdikan. Shu qiz bilan to'yni qilib qo'ydigan bo'ldik deb shuna degan. Rasmi ya? Ne? Hazır aşk kızlarla görüşüp geldim tığa. Qanday qiz bola ekan o'zi? Öz emmalikin. Bektir aylaq. Onun üstüge qayla. Muş üye şehirden merkezlerine. Anden tığa. Muş yaqında Koreyadan o'qishni bitirib qaytib keldi juma. Koreyadan. O'g'in qiz bola ekanda. Ne? Ismi-chi? Ama ismim bek aqsa. Ilnare. Ilnara. Moda ismkin ha? Resim boz açmamız göre yapaqla. Görüp bakalım sen. Aça. Görüm ha. Balam ki. Moda qiz bola ekan ha? Nega? Bu chet ellikdan o'zlamkan bu qiz bola. Ne deyim? İşte. Egile? Fikam ma qiz bola sen yolg'on gap qilib qo'yapti. Qanda? Birinchidan, Ha. bu qiz bolaning ismi Fikam Ilnara emas. To'xtugul ismi ma qiz bolaning-chi. Men tanıyım bu qiz bolani. Bu qiz bola bizdan qa Sarada Baratkam deb bitibqinimiz bor. Sen Saraga chiqmagan-ki uqmaysan degan ha. Aş Baratkam bilan bijmali qiz bolama bu. Ne o'qib keldi-da ras? Koreya. Keriyadan kelganda Fikam. O'tgan hafta Sarada köyga chiqqan, men chiqsam adadislar ko'rishib qolgan shu chaqda. Qizimni Keriyaga bir xizmatga yo'lga solgandim. Yaqinda shu yerdan qaytib keldi da'tida. Shu Keriyadan kelganda tayinlar. Lekin bir ish bilan bak ochig'im keladi qaylar. Bu otans bir chiroyli ismni qo'ysa, uni nima ishga o'zgartib oladiganimi shular? Ha? Shunda uydarli bilakak vos o'zgarib ketadi ekan, zodi o'zgarib moda olib, to'nimig'idek bo'lib ketadi ekan. Xudo to'xtaguldek. Lekin otans yaxshi. To'y qilsang mayli. Yana bir maxfiyatlik bor Fikam desam bo'ladimi, demasam bo'ladimi sana? Tigna. Sening asli isming İlyar emas. Sening asli isming Yaqub Quvan. Yaqub Quvan.